Ma'lumki, gender tengligi nafaqat inson huquqlarining asosiy tamoyili, balki barqaror taraqqiyot va iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biridir. Biroq dunyo miqyosida hali ham ayollar va qizlar teng imkoniyatlarga ega emas. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab 2,4 milliard ayol hali ham iqtisodiy imkoniyatlarni to'liq qo'lga kirita olmaydi. 115 dan ortiq mamlakatda ayollarning muayyan kasblarda ishlashi yoki iqtisodiy faoliyat yuritishi cheklangan. Ayollar o'rtacha 20% kam maosh oladi va rahbarlik lavozimlarida erkaklarga qaraganda 25% kam uchramoqda. Dunyo miqyosida parlament a'zolarining atigi 26%ni ayollar tashkil etadi. 2023-yilda har 10 qizdan bir nafari majburiy nikoh qurishga majbur bo'ldi. Oiladagi zo'ravonlik natijasida har kuni 137 nafar ayol hayotdan ko'z yummoqda. Ta'lim olish imkoniyatining kengayishi natijasida dunyodagi qizlarning boshlang'ich ta'limga qamrovi 89% ga yetdi. Ushbu ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash bo'yicha barqaror rivojlanishning 5-maqsadida belgilab qo'yilgan. Ushbu maqsad gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Yurtimizda ushbu maqsadga erishish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Ayollarning iqtisodiy faolligi oshmoqda. Oxirgi yillarda tadbirkor ayollar soni 40% ga ko'paydi. Qonunchilik mustahkamlanmoqda. Gender tengligini ta'minlash bo'yicha maxsus qonun qabul qilindi va davlat dasturlari ishlab chiqildi. Ta'lim sohasida ijobiy natijalar kuzatilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarning ulushi 52% ga yetdi. Rahbarlik lavozimlarida ayollar soni ham oshmoqda. Hozirda davlat boshqaruvida ayollarning ulushi 30% dan oshgan. Zo'ravonlikka qarshi kurashish kuchaymoqda. Maxsus himoya markazlari ochilib, jabrlangan ayollar uchun qo'llab-quvvatlash tizimi shakllantirilmoqda. Qishloq hududlarida ayollarning bandligini oshirish uchun loyihalar amalga oshirilmoqda. 2023-yilda 80 mingdan ortiq ayol kasb-hunarga o'qitildi va ish bilan ta'minlandi. Barqaror rivojlanish maqsadlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.